Hammaga salom dizaynga qiziquvchilar. Bugun biz dizaynimizni yanada mukammal va yanada professional ko'rsatish uchun matviy o'yini tayyorlashni o'rganamiz. Demak, birinchi bo'lib 4 burchak shakl chizib olamiz. Tayyor bo'lgan 4 burchaklarini 30 gradusga tushirib olamiz. Bu ixtiyoriy. Demak, bizda shunaqangi 4 burchak hosil bo'ldi. Endi unga oq rang beramiz. Tanlangan oq rangimizni foizini 3% ga tushirib qo'yamiz. Endi esa effekt bo'limidan background blur effektini tanlab, uni raqamlarini 50% ga ko'taramiz. Va yana o'sha effekt bo'limidan inner shadow, ya'ni ichki soya effektini tanlaymiz va bu yerda uning rangini oq rangga to'g'irlab, blur foizini 70% ga ko'tarib qo'yamiz. Bizda pozitsiya bo'limidagi raqamlarimiz ham 0 bo'lishi kerak. Va yana bir marta ichki soya effektini tanlaymiz, uning ham ranglarini oq qilib belgilaymiz. Oq rang foizini esa 15% qilib to'g'irlab qo'yamiz. Hozir bu yerda burchaklarimizning oq rangi juda ham kuchli bo'lib ketibdi. Shuning uchun oq rangni tanlab, uni foizini bor yo'g'i 5% qilib to'g'irlab qo'yamiz. Va endi natijani birgalikda tomosha qilamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obunani bosib qo'ying. Hammaga e'tibor uchun rahmat.